Jinoyat va jazo. O mashinasini o't oldirayotganda beshini ko'tarib, ixtiyorsiz uyining derazasiga qaradi. Qizi derazaning qanotlarini cho'ng ichib etib, uningga yoshliq ko'zlari bilan qarab turadi. Asiyaning yuragi og'di. O'zining nima ish qilayotganligini tunji qatim his qilgandek bo'ldi. Bir jinoyatkorlik tuyg'u uning yuragini tunji qatim qisdi. Asiya xiyollarini to'xtatib, do'stlariga "Eli kirman" debla so'rindan yenib chiqdi. Shundaq demasa, nurg'un tushuntirishga, bahoni sabab ko'rsatishga to'g'ri keladi. Amaliyotda do'stlarimi uning Asqar sabablik zodili ichlanmay o'ltirganligini sezmagan yerda emas. Shunga o'zining so'rindan baldirlik qaytganini to'g'ri tushunadi deb o'ylaydi. Ular odatda so'ringa billa bag'ini bilan hech qachon billa qaytmaydi. Shunga do'stlarining ko'nglini ayab, bu yerda Asqarga nisbatan ortiqcha odam bo'lib o'ltirayvergisi kelmadi. Asiya mashinani restoranning mashina to'xtatish o'rnidan qaydirayotganda o'zini izlab chiqqan Asqarni ko'rib qoldi. Asqar har holda jiddiylashgandek, uning mashinasini aloq-jaloq bo'lgan ko'zlari bilan izlashga boshladi. Asiyaning ko'ngli vallada yo'radi. Demak, Asqar yanala uningga chidamaydi. Asiyaning mashinadan tushib, restoranga qaytib kirgisi kelmadi. Shu topda u Asqar bilan yolg'iz ko'ngil ichishni, shikastlangan ko'ngliga Asqarning tatliq, shirin so'zlari bilan taskin berishini istavotadi. Nimanda qilasiz? Odamning kayfini o'chirib. Asqar mashinaga chiqibla uningga qayidi. Nega maqmoqchi edingiz? Sen avar demisi chiqib ketayotganingizni ko'rmaydi ekanman. Nimaga shunda xafa bo'lasiz? Kim xafa bo'ldi? Go'zallarning yenidan men chaqirib chiqmagandiman sizni. Kayfingiz ushmasin deb jimgina yenib chiqdim. Bo'lmabdimi? Asqarning o'zini ayblashini kutmagan Asiyaning g'ushida ochig'i keldi. Chidamagan bo'lsangiz, darhol kirib keting. Sizga eslab olgan ish yo'q dahi. Nimancha qo'y qilasiz? 20-18 yoshda qizlarni kutgandek, ko'nglingiz deyapman. Shumi yetmadimi sizga? Yana qanday qilib bersam bo'ladi? Tova. Erlar nimancha vafosiz-a? Nimancha vijdonsiz? Nimancha bola o'zmi ko'ngildayman? Texnik soat ilgirla. Siz kimmisiniz bugun menga bu jonning kerki yo'q deb aytdingiz-ku? Sizdagi jonning holi shunchalikmi-de? Bugun go'zalni qo'lga tushirmasangiz, bu joningiz haqiqatan sizga keraksiz bo'ladi-ku deyman. Bo'ldi Asqar, kirib keting. Sizga endi gapim yo'q. Asqarning yalurib yelnishnini kutib, o'ziga toptani qilishini asla xiyoliga keltirmagan Asiya yerilg'udak bo'lib, tishlarini g'o'chirlatdi. Ammo Asqar uning shuncha ochiqlanishiga hayron qolgandek birdam qarab turib ketdi-da, birdilla qaqaqlab kulib ketdi. Vijdonda, vafosizda. Bu gaplar sizdek ayollarning eg'izidan chiqsa, bakli g'alati anglanib ketadi-ku. Bakli cho'nqurlab ketibsizmi nima? Aqlliroq bo'ling. Bundaq so'rinda o'ynashni bilganlar ko'ngilni tamoman erkiga qo'yib etish kerak. Nima u? Vijdon degan. Siz uyingizdan eringizni go'llab chiqqanda vijdoningiz bormi-te? Bilib o'tamsiz. Biz degan ko'ngil xo'shlik izlab yerim yo'lda uchrashgan amroqlar. Bu xo'shliq, nemaga o'xshasam bo'la? Xuddi mundaqli tetib qo'ygan mevaning ta'midakli bir ish. Bir xil mevani chaynab berib, aman kekirib yurdigan sarangmi men? Ikki balaning onasiga bo'ysunmay chiqqan o'g'il bolaman.
bu yerda sizda xotinlarning boshqurishiga qolsam, men uvol bo'lmamdi. Shuni unutib qolmang Asiya. Siz ya mening ep tashlab qo'ygan xotinim emas. Hattoki oshnoma emassiz. Bu o'yinda sizmi, menmi tamoman erkin odam. Bugun mening quchqimda yotsangiz, erta erkinning quchqiga kirishingizmi mumkin? Erkin sizga qanot so'rab yurayotqanimi, xeli bo'ldi-ku deyman. Bilmaygu qanmagansiz. Erkinni ko'nglingiz xohlamasa yoki zeriksiniz, vijdon vafo degidek asosingizning borida qanot quyruqingizni yig'ib olsangizmi bo'ladi. Ammo lekin meni vijdon vafo arg'amchisi deb bo'g'aman, kontrol qilaman deb xom xiyol qilmam. Nima da'vatsiz? Shuni gap deb qilyapmisiz? Hisset. Sizni bu darajada ujmi ko'ngil, zaharxanda deb o'ylamabdikanman. Men nemancha ahmoqman-a? Texi bir-birimizga muhabbatimiz, sadoqatimiz bor deb shuncha yo'lni sizni debli besib ketdiman deysiz-da. Muhabbat. Mush ishimizda bizda muhabbat nemish qilsin? Muhabbat degancha xam so'ymalarning o'yini. O'zini aldash bilan boshlanib, o'zgini aldash bilan oyoqlashadigan ma'nisiz o'yin u. Sodiqlikdan eg'iz echib ketibsiz texi. Eriga, oilasiga sodiq bo'lolmagan ayol kishi o'ynishiga sodiq bo'la olamda? Qarang-a, xuddi ish ko'rmagan kichik qizchaqlardakla soddalarcha gap qilayotganingizni. Asiya oldida turgan bu qamlashgan erning Asqar ekanligiga texi necha kun ilgirila o'zining ishqida o'lib ketmoqchi bo'lgan Asqarning shu ekanligiga ishonmayla qoldi. Uning shu darajadagi yalang'och, zahardan o'tkir so'zlaridan vujudida o'rkashlayotgan qiziq qonlarimi daqiqa ichida muzlab ketgandek teni jug'ildi. "O yuzsiz, soxtbas!" dedi u alam bilan lag'ildab titrab turib. Asiya shunchalik tangsizlik ham uvalchilik his qildiki, o'zini sezmagan holda Asqarni tatqishlab, udul kelgan yeriga qari quyuq urib ketdi. "O aldamchi, o'zimi ko'ngil og'ri, gapining sesiqligini qarab, ishplas!" Qo'lingni tat. O paskini buzuq. Meni urg'idak sen kimdin? Yuziga chong qilib tekkan bir tastakdan Osiyaga butun zimin, osmon, yer, mashina hamma narsa piqirab cho'glayotgandek tuyulib ketdi. Go'yo bo'g'ziga bir narsa kaplashib qolgandek bo'lib, cho'g'dak qizigan mangzini changallig'icha mashinadan g'azab bilan tushib ketayotgan Asqarning keynidan qarabli qoldi. Oy, yunda ichib to'ymaydigan qanjoq. Izzatini bilmaydigan buzuq. U Asqarning oldiga chiqqan bireylanga shundoq deb tillab berayotganligini angladi. Ammo chiqib kelguchining kim ekanligini anqaramadi. Bir dahshatlik nomus ham xo'rliqdan Osiyaning butkul vujudi o't ichida kuyayotdi. U esini yig'ib, mashinani jahli bilan qo'zg'ab, xudini bilolmagidek holda cho'ng yo'lga chiqdi. Eriga, oilasiga sodiq bo'lolmagan ayol o'ynishiga sodiq bo'la olamdi. Siz uyingizdan eringizni go'llab chiqqanda vijdoningiz bormi? Sen degancha buzuq. Asiyaning quloq tubida Asqarning bu so'zlari qayta jaranglaydi. Sizlarning o'ramidagi qo'rqinch, sir va haqiqat uning tenini texmi jug'ildatdi. Asiya eriga, o'ziga va qiziga qilganlarining nimadan derak beradiganligini shu topda aniq his qildi. Bularni his qilib yetish bilan vijdoni uni har tarafdan qamchilashga boshladi. U azobdan ingrab ketdi.
tün qarang'uliqi butkul koinotni xuddi uning ruhidagi tushkunlik, ochiq pushaymonga o'xshash butunlay o'rab bo'lgan edi. Asiya rolga mahkam chirmashgan holda qora tutun ketib boradi. U hatto o'zining qayaga kelib, qaysi yo'l bo'ligida ketayotganligini bilmagidak darajada xudini yo'qotgan edi. Oldidan chiroq yuritib, belgi berib kelayotgan mashinalarga muvofiq inkos qaytarish, yo'l berish deganlar uning kallasiga kirmaydi. Uning butun esiyodi o'zining vayron bo'lgan, yer bilan yakson bo'lgan atalmish muhabbati, g'urur izzati bilanla cheklanib qolgan edi. Oldi keynidan chiroqlarni lap-lap qilib belgi berib o'tib ketayotgan mashinalar uning ko'zigimi ko'rinmaydi. Darizadan beshini chiqarib, bir nimalarni deb vaqirgan shopirlarning ovozi uning quliqiga asla kirmaydi. Asqar ham yilqi bir to'p do'stlari bilan bo'p o'tgan voqealar, ularning og'zidan chiqayotgan hayosiz, zahardak sisiq so'zlar, erining ba'zida g'azab aralashgan, yana ba'zida tarbiya, ta'sirlantirish aralashgan tanbehlari, qizining shamshardak o'tkir so'zlari uning ruhini qurtdak g'ajilaydi. U har qancha qilibmi xiyolini yo'lga, mashinaning roliga yig'olmaydi. Ayollar ba'zida atalmish muhabbat, sevgiga aldinib, haqiqiy turmushdan, muhabbatdan chatnab ketadi. Erining oilasining rizqiga qora so'kaydi. Buning bilan o'rnini to'ldirib olg'ili bo'lmaydigan ig'ir xatolik o'tkazadi. O'zlari asir bo'lgan shu muhabbatning chin muhabbat emas, balki buzuqchilik, o'z-o'zini paslashtirish ekanligini aslo bilmaydi. Bilamsiz, barliq ishqabas lazzatlari har qanday kishini oqibatda faqat pushaymon, cheksiz pushaymonga olib boradi. Ishqabasga berilib, o'z qo'li bilan qurib chiqqan oilaning imoratini o'rib etib, lalmi ishtak xorliqda yashash aqlliq ayollarga yarashmaydi. Bizda yamonga yo'liqsang yarisi, qozonga yo'liqsang qarsi yuqar deydigan hikmat bor. Yomon nomi chiqib qolgan ayollar bilan qo'shnam dapli orlashibam. Sizgami, mangami, qizimizgami sat? Bu so'zlarni eri taxi 3 kun ilgarila u Asqar bilan qong'idak payzi qilib kirgan oshu kechida degan edi. Shu chaqda u shuk bo'lib olgan. Hatto birni desa mingni deb javob yondira oladigan zuvonini aytishni xohlamagan edi. Chunki u shu chaqda Asqarning tatliq fikrlashlari, asabiy qizg'inligidan butunlay mas'alas bo'lib ketgan edi. U shu topdimi vujudida o'xchib turgan tatliq sezimlarini so'ralma eri bilan so'qishish, tang turib tilishish orqali yo'q qilib etishni hargizmi xohlamagan edi. Tova, faqat ahmoq ayollar muhabbatning ichida turib, muhabbatni izlaydi ekan. Xuddi galvang to'gichi mingan to'gisini to'xtamay izlab ovora bo'lgandekla. Uning xiyollari yana qanotlandi. Endi uning quliqiga qizining oyanchliq, mungluq ovozi anglandi. Qizining nomusliq bir alamdan cho'g'dak yongan ma'sum ko'zlari mashinaning oldi aynakidan to'p-to'g'rila uningga tikildi. "Apa, mashinangizni endi haydamasingizmi bo'ladi-ku? Ilgari xizmat o'rningiz jaraq bo'lg'achqa, dadam sizga yo'lda sovuq tegib qolmasin, qulaylik bo'lsin debla shuncha qiyinchilik ichida mushu mashinani sizga olib berganti. Endi xizmat o'rningiz yeningizda, piyoda mangsingizmi, velosiped bilan borsingizmi bo'ladi-ku? Benzinga bir muncha pul xarjlab, bir muncha buzuq xotinlar bilan ko'chma-ko'cha chepishning nima hojati?
Apa, siz nelerde yürüyorsunuz? Siz degan choy tüggülü ne ekan? Men sizning oshiyada qanchalik saqladim bilamsiz? Restoranda birmi odam qolmagandala ondan uyga yenib keldim. Sizni uyga kelib bo'lgan o'xshaydi. O'tishib ketgan chig'imiz deb ming bir umid bilan uyga keldim. Mushchaqcha uyni topolmaydiganmi ona bo'lamda sizdak? Dadam bechora idorasida navbatchilik qilyotdi. Sizni surishtirib telefon qildi ekan. Opam uxlab qoldi deb yolg'on so'zladim bilamsiz shuni. Siz uchun men dadamdan o'ylab ketyapman. Apa, sizdan o'tinay. Avu sanavar degan qo'nchaqqa o'xshash buzuq xotinlar bilan hamda aralashmanga bo'lamdi. Siz degan eri bor, hukumat xizmatini qilayotgan obro'yli ayol. Bilamsiz? Har qitim o'sha ayollar bilan apaq-chapaq bo'lib yurganingizni ko'rganimda yuzlarim qizarib, put-qo'limda jon qolmaydi. Saboqdoshlarimdan shunchalik nomus qilamanki, dadamga qarang. Menga qarang jinim apa. Dunyoda sizga dadam ikkimizdan yaqin odam bormi? Bizga nomus bo'ladigan ishni qilmang jinim apa. Apa, uydan chiqmang. Mashinangizni to'xtating. Apa! Qizining nurliq ko'zlari g'oyat zo'r mash'al bo'lib, uning yuragiga yiqildi.